Mana biz 15 yildan beri prostata bezi adenomasidan qiynalib, hojatga ko'p borib, siyishdan qiynalib, siydiydi, napori pasayib ketganligidan azoblanib, 2 kunda mana shifo topgan Matchon tog'amizni yonidamiz. Hozir mana restoranda bemalol ovqatlanib o'tiribmiz. Matchon tog'amiz mana prostata bezi adenomasini Doniyor akamizga operatsiya qildirishgan. Siz YouTube'da ko'rgansiz-a, tog'a? Ben YouTube kanalda gördüm. Siz Taklif oldin qildim. necha yil qiynalgansiz, tog'a, bundan? Ben Qanaqa oldin qiyinchilik bo'lardi? endi bir erkaklarning mana shu bir qiynaladigan nimasi hojatga chiqish. Hojatga chiqishda ancha qiyinchiliklar bo'lar edi. Bu hojatxonaga 3-4 marta boriladi. Bundan keyin mehmondorchilikka borishda ancha qiyinchiliklarga uchrab qolamiz. Bir yerda ko'p o'tirib qolishga qiynalamiz. Shuning uchun ana shular bir qiyinchiligi sababli mana shu YouTube'dan qidirib ko'rgansiz-da endi, to'g'rimi? mana shu Davosini. mening qilgan yugurgan bir xatti harakatlarim bir ro'yapa natijasi bo'ldi. Sababi Daniyarbek kelib mana shu Urganchda 16-chislada Milliy operatsiyasini qildi. operatsiyasini qildi. Operatsiyada hech qanday qiyinchilik bo'lmadi, og'riq yo'q. O'zingiz uyg'on holatda ko'rib turdingizmi? Bu menda umuman og'riq ham bo'lmadi. Undan keyin bir qiyinchilik degan narsa sezmadim. Sababi bu narsalar hammasi kesmasdan qilinadigan operatsiya ekan. Zamonaviy. Zamonaviy. Shuni men operatsiya natijasi yaxshi chiqdi. 1 soatdan chiqdi. Keyin mana bu 4 soatdan keyin bemalol yursa bo'ladigan darajada bo'ladi ekan. Hozir operatsiya bo'lganingizga necha kun bo'ldi taxminan? Endi taxminan demak 2 oy. 2 oy chamasi bo'ldi operatsiya bo'lgani. Bu operatsiyada hozir bu operatsiyadan men bilan chiqqanlar hammasi natija yaxshi, qiyinchilik demak harakat davomida yo'q. Hojatga chiqish yaxshi. Matchon tog'a, oldin operatsiyadan oldin kechasi necha marta chiqardingiz? Endi 3, 4, 5 bu avvalambor mana shu suyuqlik iste'mol qilishga bog'liq. Undan keyin baribir qiyinchilik bo'ladi. U soha bo'yicha erkaklarning eng qiynaladigan narsasi. Birovga ayta olmaydi. Birovga ayta olmaydi. Shuning uchun bu narsa erkak sir saqlaydi. Chunki bu narsa erkaklarning ikkinchi yuragi deb bejiz aytmagan ekan. Eng nozik yeri. Tig'siz mana shu jarohat nasiz bunaqa usul borligini YouTube'da birinchi marta ko'rdingizlar, oldin o'zi eshitmagansiz. bir Xorazmdan birinchi marta bo'ldi bu. Ha. Biza birinchi marta ana shu Doniyorbek bilan bu yerdagi Xorazmdagi To'lqinbek birgalikda operatsiya qilishdi. Chunki apparat bu yerda To'lqinbek shu nimasida, shu klinikasida bor edi. Ana shunda davolanib chiqdik. Doktorlara rahmat deyman. Mana shu o'zimizning Xorazmlik, Urganchlik shifokor To'lqinbek. O'zingiz qayerdansiz, tog'a? Men o'zim ham shu yerdan. Urganchdansiz, Urganchdanman. Urganchdanman. Mana shu siz hozir yoshingiz nechida, tog'a? Meni yoshim 77da. 77da. Mana 50-60 yoshliklar qo'rqayotganlar bor shu Xorazmdan, Endi Urganchdan, bu narsani qo'rqishga hojati yo'q. Nimaga deganda bu narsada og'riq bo'lmaydi. Og'riq sezilmaydi. Chunki mana shu narkoz beldan pastiga narkoz beriladi. Narkoz beriladi. Bu 4 soat faqatgina yurmay turadi. Shu narsa og'riq sezdirmaydi. Undan keyin narkoz tarqalgandan keyin ham og'riq sezmaysiz. Bemalol harakat qilish mumkin. Keyin tog'a hali aytdingiz, mehmondorchilikka borish ham qiyin bo'lib qoldi dedingiz. U yoq bu yoqqa borsangiz hojatxona qidiradigan bo'lib qolganmisiz siz ham? Endi bu erkaklar hammasida, yosh katta erkaklar hammasida bo'ladigan voqea. Shuning uchun mana shu avvalambor bu mana shu nimani yangilikni shu yerga olib kelgan klinika rahbariga ham rahmatnomamizni aytamiz. Doniyorbek ham rahmatnomamizni aytamiz. To'lqinbek ham, bularga hammasina rahmat. Shular sababli biza qiynalmasdan
Urganchi o'zida operatsiya qildi. Doniyor aka Urganchga kelgan paytda Doniyor aka qildi. Urganchga keldi. Ana shu natijada gapi qisqasi bizlar birinchi kun qiyinchilik bo'lmadi. Tekshiruvlar bo'ldimi birinchi? Birinchi kun vrach nazoratida bo'ldik. Ikkinchi kun bemalol harakat qilib doktor nazoratida bo'ldik. Uchinchi kun uyimizga Javob berishdi. javob berishdi. Bemalol o'zingiz yurib chiqib ketdingiz, to'g'rimi? Endi qiyinchilik yo'q. Agar iqtisodiy tomonlama shuni qilgan odam bo'lsa, demak bu yerda og'riq sezilmaydi. Shunda. Undan keyin ham bu hayot davomida bir qiyinchiliklarga uchramaydi. Tog'ajon hali aytdingiz-ku, men sraz operatsiya qildirmoqchi bo'ldim, dedingiz. Kutmasligingizga sababni aytdingiz-ku, hali nima dedingiz? Keyinchalik qildirmasdan hozir qildirishingizga sabab. Endi bu yoshing bir yerga bir joyga borgandan keyin keksalarda baribir qiyinchilik bo'ladi. Bundan bizlar agar salgina buni oxirati raqqa aylanish ehtimoli ham bor ekan. Shunday. Ikkinchidan yoshi katta bo'lib qolgandan keyin odam harakatdan to'xtagandan keyin bu narsani qilishda bemor uchun sal og'irroq o'tadi. Shuning uchun buni shu hozir sog'lig'im yaxshi vaqtda Qancha erta qildirdingiz? qildirdim. Endi hozir ko'rganingizdek yaxshiman, birga operatsiya qildirganlar ham hammasi minnatdor, yaxshi. Mana tog'a, bu operatsiyani dadasini qildirmoqchi bo'lganlar borda, siz ham mana aytdingiz, o'g'lim yordam berdi, to'lov jihatidan dedingiz. O'g'lingizni duo qilgandirsiz keyin, xursand bo'ldingiz. Endi farzandlar ota uchun hamma narsani qiladi. Ota, ona farzand uchun nima qilgan bo'lsa, farzand ham ota uchun, ona uchun hamma narsani qiladi. Men hammasini shu bilan farzandlarim ham, doktorlarim, shifokorlarim hammasini shu yerdagi bizlar sog'lig'imiz uchun, sog'lig'imizni tiklash uchun qilgan xatti harakatlari uchun hammasini minnatdorchilik bildiramiz, to'g'rimi? Mana qolganlar ham, sizni ko'rayotganlar ham, otasini bu operatsiya qildirmoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Operatsiya qildirib duosini olishsinmi? Endi bu har kimni sog'lig'i o'zina kerak. Chunki bu narsani bir yomon tomonini o'ylamaslik kerak. Chunki so'nglik bilan yosh kattayib borgan sayin bu narsa zo'r qilib boradi. Kattayishi mumkin. Ana undan keyin tig bilan qilishga majbur bo'ladi doktorlar. Hozir sog'liq yaxshi vaqtda buni qildirib, o'zini sog'lig'ini vaqtida tiklab olsa, o'zi uchun yaxshi. Meni maslahatim. Ko'pchilik aytadi, biz bilan bog'lanish uchun qaysi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish kerak deyishadi. Shu videoni pastiga vrachimizni mana nomerlarini yozamiz. O'zlari telefon qilib, mana Buxoro, Qoraqalpog'istonliklar ko'rishi mumkin yo boshqa joyda ko'rishi mumkin. Vrach bilan bog'lanish uchun shu videoni ostiga nomer qo'yamiz, telefon qilsa, agar telefonni ko'tara olmay qolsa, albatta qaytarib telefon qilishadi. Bundan xafa bo'lishmasin. Albatta qaytadan bog'lanib, manzillarini so'rab, barcha ma'lumotlar beriladi inshaalloh. Mana hozirgi holatingiz, peshobga chiqishingiz normada, to'g'rimi tog'a? Haqiqatan normada. Bir kunda necha marta boryapsiz? Sog'lom odam qanchalik borsa shunaqada, to'g'rimi? Endi sog'lom odam qanday bo'lsa, hozir ham shunday. CD naporlari qanaqa? Endi u tomonlama endi tushuntirish shart ham bo'lmasa kerak deyman. Menda hozir bo'lmaganday sezyapman hozir. Chunki bu operatsiya o'zi hammasi bo'lib klinikada 2 kun yotdim. 2 kundan keyin mana shu o'zimni qiladigan ishlarimni qilib yurdim. Maşallah. Siz ham mana YouTube'dan ko'rayotganda boshida ishonmagan bo'lsangiz kerak, qanday qilib bir kun 2 kunda tuzalib qolishi mumkin deb. Endi birinchidan ishonmadim bu vaqtda. Ikkinchidan chunki bu mo'jizaday tuyuldi. Sababi buni bu YouTube'da ko'rgan bilan bu jarohat qilingan narsa bir kunda tuzalib ketishi hech kim ishonmasdi. Ya'ni bu ko'zim bilan ko'rdim. Mana o'zim boshimdan o'tdi. Demak, rost ekanda shu. Bir kun bunga qaraganda 1 soatda qutuldim men. Hammasi 1 soatda qutuldim. Chunki men hamma narsani sezib, bilib, gaplashib yotdim.
Ana 2 kundan keyin o'zim avval nima ish qilib yurgan bo'lsam shuni qildim. Lekin faqatgina og'ir yuk ko'tarmaslik kerak. Baribir jarrohlik amaliyoti qilgandan keyin bu Ozgina o'zini ehtiyot qilib turadi. ehtiyot qilib turadi. Shu bilan hammasi joyiga tushib ketadi. Xudo xolasa. Rahmat. Mana videoni ko'rayotganlarda ham hech qanaqa qo'rquv bo'lishiga asos yo'q. Qo'rqmasdan pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Alloh mana Matjon akamizga qanday shifo bergan bo'lsa, qolganlarga ham shifo bersin inshaalloh. Rahmat, tog'ajon, kattakon. Salomat bo'ling.